Chiroylidir yosh kelin, ammo daryo oqar oyog'idan deganlar. 91 yoshli otaxon mana qarang. Gap yo'q, maşallah. Maşallah. 35-yil ekanlar. Tetik yuribsiz, ko'z tegmasin. Tetik yuramiz. Narpay tumani, Samarqand viloyatidan xudo xolasa birgalikda umra safariga ketyapmiz. Yoshlarni bir duo qiling. Meni ham bir duo qiling. Sizni yoshingizga kirib yurish nasib qilsin. Poki Parvardigoro, bizani olib borgan safarchi do'stimiz Komilga ukaxonimiz, nevaramiz. Uzoq umr, baxt, saodat hamisha yor bo'lsin. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Mana shunday hamma sharoitlarni yasattirib qo'yibdi bizlarga. Shart-sharoitlarimiz a'lo darajada. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat hamisha yor bo'lsin. Oldimizdagi maqsadimizga erishaylik. Allohu akbar. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rib xursand bo'ldim. Yo, juda ham chiroyli gapirdingiz. Eng go'zal tomon mana o'z oyoqlarida, xudo xolasa 92 yoshlarda. Mansur bobo, salomat bo'ling. Siz ham ota-onangizni muborak umra safariga yubormoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xorazm umra jamiyatining litsenziyasi asosida o'zimiz xizmat qilamiz. Hamma sharoitlari zo'r. Xudo xolasa mana 92 yoshli odam aldamaydilar. Yana qaytishimizda sizdan video olaman, xizmatimizni o'zingiz bitta baholab berasiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Kamchilik bo'lsa kamchilik bor deysiz, yo to'liq zo'r bo'lsa zo'r bo'lib aytasiz. Bo'ladimi? Gap yo'q. Salomat bo'ling, duo qilib qo'ying. Bitta like bosib, shunaqa otaxonlarga videoni tashib qo'yamiz. Yashanglar.